Tayyor turing, hozir sizlarga 2026-yilni shov-shuvga sabab bo'ladigan telefonlardan biri Honor 600 Lite ni obzor qilib beraman. Hozirgi kunda buni O'zbekistondagi narxi atiga $370 dan boshlanadi. Aytishlaricha ko'rsatkichlar yaxshi ko'rinadi. Metal korpus, AMOLED ekran, katta batareya, 108 megapiksellik kamera va AI tugma. Lekin men sizlarga hozir qog'ozdagi narsalarni o'qib berayotganim yo'q. Men bir necha kundan beri bu smartfonni ishlatdim va hozir sizlarning savollaringizga javob bermoqchiman. Ushbu smartfon bu narxda sotib olishga arziydimi yoki yo'qmi va bu smartfon aynan kimlar uchun? Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga ajoyib sovg'a ham bor. Demak, biz boshladik. Bemalol joylashib, choy damlab olinglar. Sizlar bilan Umid, boshladik. Oh shit. Here we go again. Ushbu smartfonni Cybertruck bilan hozir solishtirsam bo'ladi. Sababi bu smartfonning metali aynan o'sha biz biladigan Tesla Cybertruck metalidan ishlangan, ajoyiban, va bu narx segmentidagi smartfonlarda ko'pincha plastik ishlatiladi, lekin bularda esa metal korpus ishlatilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak o'rtoqlar, qo'lingizga olganingizda smartfon ozgina og'irroq, lekin juda ham yoqimli. Korpusini ushlasangiz qo'lingizni izi qolmaydi. Bu smartfonni yupqaligini ham aytib o'tishim kerak. 784 mm, og'irligi esa 180 gram. Cho'ntakka solganingizda lekin uncha og'irligi bilinmaydi. 180 gram unchalik og'ir emas, to'g'rimi? O'rtoqlar aytishlaricha 1.8 metrdan tushishga chidamli ekan, ya'ni IP66 himoya tizimi bor ekan. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni taxminan mana shunaqa tepalikdan tashlab ko'raman. Afsuski bu smartfonimizda hech narsa qilmadi. Ya'ni aytganlaricha bor ekan, rostdan ham tepalikdan tushib ketsa sinmaydi. Hech qanaqa защитный steklosi yo'q edi. Men tepalikdan shunchaki tashlab yubordim. Ekraniga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu smartfonimizda 6.6 dyumli AMOLED ekran o'rnatilgan. Yangilanish tezligi esa 120 Hz. Ajoyib, hozirgi bu narxdagi smartfonlarga bu ajoyib degan o'rtoqlar, rostdan. Scroll qilganingizda silliq, videolar esa juda ham tiniq. AMOLED ekranning ham afzalliklari aynan shunda. Eng kuchli tomoni 6,5 nit yorug'lik. Bu degani tashqarida yorug', quyoshli kunlarda ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi degani, ya'ni qop-qora bo'lib qolmaydi, bemalol ko'zga chiroyli ko'rinadi degani. 6,5 nit bu yaxshi. Ko'zni himoya qilish sistemasi hozirgi smartfonlar barchasida deyarli bor, lekin bu narxdagi smartfonlar ba'zilarida yo'q. Ya'ni bu degani buni ekrani miltillamaydi, ko'k nurlarni qaytaradi. Aynan kechasi reels ko'rib o'tirganlaringda yoki kino ko'rib o'tirganlaringda bu sezilishi mumkin. Kamchiligi bormi desanglar, kamchiligi bor. Bu hozir aytgan ekranim hozirgi kundagi eng zo'r ekranlardan hisoblanmaydi, lekin $370 atrofida turadigan smartfonlar uchun bu ajoyib degani. Ana endi batareyasiga keladigan bo'lsak, batareyasi 6520 mAh o'rtoqlar. 6520 mAh bunaqa ingichka smartfonga juda ham ajoyib degani. Ya'ni bemalol sizlar smartfonni bir kun o'ylanmasdan ishlatasizlar. Agarda uydagilaringga olib beradigan bo'lsanglar ham bir kun bemalol YouTube ko'radimi, qarindosh urug' bilan gaplashadimi, bemalol yetib beradi degan o'rtoqlar. Men bu smartfonni faqat yaqinlarga emas, o'zim ishlatish uchun ham olgan bo'lardim. Buni bemalol yoshlar ishlatsa bo'ladi. Ya'ni siz bemalol o'zingiz ishlatib yurganingizda qo'lingizda oddiy smartfon, qanaqadir boboylarning smartfoni emasligi shundoq bilinib turadi o'rtoqlar. Zaryadlash 45 vatt. Bu smartfonda esa Honor Charging Separation tizimi o'rnatilgan. Ya'ni bu tizim nima desangiz, telefoningizni zaryadga qo'yib qo'ysangiz, zaryadga qo'ygan paytingizda ba'zi telefonlarga o'xshab qizib ketmaydi. Ko'p smartfonlarda bilamiz, zaryadga qo'ysak telefon qizib ketadi. Honordagi do'stlarimizda xuddi shunaqa sistema o'ylab topishgan. Kechasi ham smartfonni zaryadga qo'yib uxlasangiz qizib ketmaydi. Bemalol xavotirlanmasdan zaryadga qo'yib uxlasangiz bo'ladi. Ya'ni bu degani smartfoningizga unchalik zarar yetmaydi degani. Reklamada ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak, bunda AI tugma bor. Ya'ni hozirgi kunda trendga aylangan AI tugma. Bu tugma orqali nimalar qila olasizlar? O'rtoqlar, bu tugmani bosishinglar bilan sizlarda kamera kirib ketadi va bu tugmani yana bir marta bosadigan bo'lsanglar, bu albatta rasmga oladi. Agarda videoga olmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu tugmani bosib bemalol ishlatasiz. Bu tugma o'zi nimaga kerak desanglar, bitta qo'lingizda band bo'lsa, ya'ni nimadir qilyapsiz, qo'lingiz zanit, ana o'sha paytda sirazi hop telefonni olamiz, kameraga kiramiz, chiting rasmga olamiz. Ya'ni biror narsa qilayotgan bo'lsangiz, smartfonni shunaqa qisdan olasizlar, cho'nchakdan olib bitta bosasizlar, sirazi kameraga kiradi. Vola, rasmga olasizlar. Ajoyib. Agarda bu tugmani ushlab turadigan bo'lsanglar, Honor AI yonadi. Ya'ni Honor AI bu Honorning o'zini sun'iy intellekti. Bu sun'iy intellekt orqali sizlar nima qila olasizlar? Xuddi o'sha har doim hamma biladigan AI narsalar. Ya'ni rasmga tushsanglar, rasmdagi orqadagi kerak emas obyektlar o'chirib tashlashinglar bo'ladi. Bosib tursanglar, Googledan biror narsa qidirsanglar bo'ladi. Va o'rtoqlar, bu tugma faqatgina tugma emas, bu scroll ham bo'ladi. Bundoq qo'linglarni bundoq pastga qiladigan bo'lsanglar, tepaga qiladigan bo'lsanglar, bu yaqinlashadi, ya'ni zoom bo'ladi. Bundoq yaqinlashtirsa, yaqinlashadi. Xullas, bu smartfonimizning dizayni haqida gaplashdik, batareykasi, ekrani haqida gaplashdik. O'zi bu smartfon
kamerasi qanaqa deydigan bo'lsanglar, hozir sizlarga kamerasini tushuntirib beraman. Chunki bekorga yoshlar bop demadim. Asosiy kamerasi 108 megapiksel, yonida keng burchakli 5 megapiksellik kamerasi bor. Oldi kamerasiga keladigan bo'lsak, oldi kamerasi esa 16 megapiksel. Smartfondan kunduzi rasmga oladigan bo'lsanglar, ranglar tiniq, boyitilgan, juda ham ajoyib tarzda rasmga oladi. Mana rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Rasmlarni ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, o'rtoqlar, ana endi kechasi qanday rasmga olishini ko'rishingiz mumkin. Bu kunduzi edi, ana endi kechasi. Ko'rdinglar o'rtoqlar, kechasi ham unaqa darajada yomon olmaydi, lekin kunduzgi rasmlarga ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Portret rejimi ham menga yoqdi. Agar o'rtog'inglar bilan yurgan bo'lsanglar, "Davay rasmga olib qo'y" desa, sirazi bitta tugmani bosasizlar-da, hozir olaman deb. Rasmga olib qo'ysanglar bo'ladi. Agarda smartfon olmoqchi bo'lsanglar, $370 atrofida pulinglar bo'ladigan bo'lsa, Instagram, YouTube kontent qilmoqchi bo'lsanglar, bu smartfondan foydalansanglar bo'ladi, boshlanishiga yetadi. Telefonimiz Magic OS 10 tizimida ishlaydi, albatta Android. Tezkor xotirasiga keladigan bo'lsak, 8 GB, ustiga yana qo'shimcha sun'iy 8 GB xotira o'rnatsa bo'ladi yoki kimgadir olib beradigan bo'lsanglar, albatta, chunki bizda ko'plar so'raydi, uydagilar qanaqa smartfon beradi? 256 GB bemalol yetadi degani. Men ham o'zim uydagilarimga olib berganman, 256 GB video, rasm to'lib toshib ketsa ham bemalol yetadi. PUBG Mobile va Call of Duty katta resurs talab qiladigan o'yinlarda bu smartfon o'zini unchalik yaxshi tutmaydi. Sababi bu smartfon kundalik turmush tarzi uchun yoki mana shu studentlar uchun, mana shu yoshlar uchun ishlatilgan. Lekin buni yotib olib o'yin o'ynayman desanglar, bu smartfon sizlar uchun emas. O'zi ko'rinishidan unaqa o'yinlar yorib yuboraman deydigan smartfon emas. Lekin o'yindan tashqari boshqa narsalarni rostdan ham yorib yuborar ekan. Boshqa narsalar nima? NFC'si bor, ikkita sim karta ketadi, kamerasi ajoyib. Dizayniga gap bo'lishi mumkin emas o'rtoqlar. Yana nima kerak? Hozir o'yin o'ynaydigan zamon emas, hozir sopqa qiladigan zamon o'rtoqlar. Sopqa qilsanglar bo'ladi bunda. Toza Android sistemasi kerak bo'ladigan bo'lsa, bu smartfon sizlar uchun to'g'ri kelmaydi. Ya'ni toza Android smartfon ishlatib yurgan bo'lsanglar, bu smartfon sizlarga to'g'ri kelmaydi. Chunki bu Honor'da o'zini Magic OS sistemasida ishlaydi. O'rtoqlar, sovg'aga navbat keldi. Sovg'amiz Honor Choice Watch 2i. Bu sovg'a Honor tomonidan, agarda Honor 600 Lite'ni sotib oladigan bo'lsangiz, qo'shib beriladigan sport soati. $370 ga ham shuncha imkoniyatga ega smartfon va ushbu sport soatini yutib olsangiz bo'ladi. Ajoyib do'stlar. Buni xohlagan joylardan sotib olasizlar va mana bu soatni sizlarga qo'shib beradi. Xullas o'rtoqlar, bugungi obzorimiz shundan iborat edi. Men sizlarga batafsil ko'rsatishga harakat qildim. Videoga izoh yozing. O'zingizni fikringiz nima? $370 ga bu smartfon arziydimi yoki yo'qmi? Va yana bir narsa, o'rtoqlar, bu smartfonni kimga olib bermoqchi bo'lardinglar? Bu ham menga qiziq. Ya'ni kim uchun bu smartfonni olib berardinglar? Yoki o'zim uchun yoki kimdir uchun? Ana o'shani ham kommentariy yozinglar. Va shunaqa obzorlar ko'proq chiqishi uchun hoziroq bu videoga like bosib, meni qo'llab-quvvatlash uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Ko'rganda ko'rishguncha.